Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videorolikimizda uy qurishga qiziqqan aka-uka, opa-singillarga chiroyli obzor qilishga harakat qilamiz. Qaranglar. Uyda noldan mana shu holatga kelguncha qancha rasxod ketgan, bularni hammasini umumiy summasini yu qancha material ketgan hammasini batafsil aytib o'tishga harakat qilamiz. Undan tashqari bu uyimiz loyiha asosida qurilayotgan. Agar sizlarga ham arxitektor xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston va qo'shni davlatlargacha xizmat ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Endi bu joyda g'ishtlarni urilish bir tarixlari bor, usullari bor. Mana shularga ham batafsil to'xtalamiz. Buni asosiy qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, mana bu g'ishtlarimiz suvga bo'ktirilib urilgan g'ishtlarimiz. Bundan sabab mana sho'rchani ko'ryapsiz, sho'r chiqib qolgan. Sho'r chiqmasligi uchun, sho'rni yuvib tashlashlik uchun buni oldin suvga anchagina bo'ktirib qo'yib, keyin urilgan. Shundaqa bo'lsa ham baribir mana ko'ryapsizlar, yengil sho'rlari bor. Mana shunaqa usullari bor. Hammasi haqida batafsil videorolik tayyorlashga harakat qilamiz. Qaranglar, uyimiz razmerini aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu tomoni 26 metr uzunasiga, mana bu tomonda mana 13 ga 14,5 qilib qurilgan uyimiz. Uyimiz polностью mana shu pishganlikdan qurib bitkazilyapti. Hozirgi kungacha qancha rasxod ketdi, bularni hammasini batafsil aytib o'tishga harakat qilamiz. Uyimizni tashqi ko'rinishini mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh, ichkari tomondan ko'rinishi mana G shaklida solinyapti. Bu hali 100% bitgan holat emas. Buni P shakliga buramiz, Bahodir aka. Buni P shakliga buriladi. Mana bu yerga mana bitta o'sha stakan qo'yamiz deyaptilar. Bitta, ikkita, uchta. Bu yerga keyin o'sha rim ustullari qilib turib, xudo xolasa bu yog'i o'sha buriladi, bu yoqqa qarab, mana bu tomonga qarab buriladi. P shakliga keltiriladi. Xullas, uyimiz aylana atrof mana devorlar ham hammasi ichida hisoblanadi. Xo'sh, ketdik bo'lmasa oldin uyning loyihasi bilan tanishib chiqaveramiz. Uyimiz juda chiroyli chiqqan. Arxitektorlik xizmatidan foydalanilgan bu yerda. Agar sizlarga ham arxitektor xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Biz butun O'zbekiston va qo'shni davlatlargacha bemalol xizmat ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Mana darvozaxonadan kirib kelganimizda, xo'sh, mana kiraverish bu yoqda bo'ladi. Hop, ichkariga kirib kelganimizda mana bu yerda bitta mehmonxona uchun xona bor. Bu yerda aytaylik erkaklar uchun bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bitta holimiz bor. Mana kengina bu ham. Mana bu yerda yana bitta mehmonxona uchun mo'ljallangan xonamiz bor. Tepalariga plitalarni bosishgan. Uyimiz ancha baquvvat qilib qurilyapti. Buni asli boshlanishda 2 etaj qilishmoqchi edi. Endi hozircha 1 etaj qilib turamiz. Endi keyinchalik agar mabodo kerak bo'lsa, ikkinchi etajni ham qurib yuboramiz deyishyapti. Xo'sh, davom etamiz uyimiz loyihasi bilan tanishib chiqishda. Mana bu yerda kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnya ham kengina. Buni tagi podval bo'ladi. Bu yerga o'sha katyol, mana shu isitish tizimini boshqaruv tizimi mana shu yerda pastga joylashtirib yuboramiz deyishyapti. O'zi asli boshdan plan shunaqa bo'lgan. Hop. Mana bu yerda bitta detskiy xonamiz. Detskiy xona. Buni ham mana zasipkalar bilan to'ldirib chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yerda hali dizaynerlik ishlari bo'ladi. Bu yerda ham o'sha bitgan sari ko'rsatib borishga harakat qilaveramiz. Xo'sh, mana bu yerda bitta umumiy sanuzel uchun mo'ljallangan xonamiz bor. Bu ham kattagina, kengina. Bu yerga o'sha boyagi jakuzilar qilib beriladi. Juda chiroyli tarzda bitadi bu ham. Mana bu yerda yotoqxona uchun mo'ljallangan yana bitta kengina xonamiz bor. Xo'sh, bu g'ishtlar qanchadan olingan hammasiga hozir video davomida to'xtalamiz. Umumiy qancha rasxod ketgan, bularni hammasini batafsil aytib o'tamiz. Xo'p, endi uyimizning ichki tomonidan ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham mana kattagina qilib o'sha panoramali eshik uchun alohida joy qoldirilgan. Bu ham o'ziga yarasha vid beradi, chiroyli chiqadi. Xudo xolasa bitgan sari ko'rsataveramiz. Bu yerdan ham bemalol mana hovli tomonga kirib chiqish uchun eshigimiz bor. Endi bu tomonga G tomonini ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu yerda bitta podval bor. Bunisi hop. Endi bu yerga o'sha nima kinoteatr mana shunaqalar joylashtiramiz deyishyapti. O'sha dam olish xonasi bo'ladi bu ham. Endi bu uyimiz ham o'sha ko'p joylarda biz o'sha loyihalarni ko'rganmiz, o'zimiz loyiha qilib berganmiz. Ikkita xo'jalik uchun mo'ljallangan, ya'ni ota va o'g'il uchun. Va o'sha kattalar uchun, mana bu tarafda o'sha o'g'illari uchun mo'ljallangan bitta xona. Bu yerda mana kirganimizda to'g'rida sanuzel uchun mo'ljallangan xona. Bu yog'i mehmonxona mana. Xo'sh, endi bu tarafi o'sha yotoqxona uchun mo'ljallangan xonamiz.
Ko'ryapsizlar, o'sha loyiha asosida qurilgan uylar shunisi yaxshiki, quyosh nuri bemalol tushib turadi va ertaga uyingiz zaklab ketdi, nurab ketdi, tulab ketdi degan narsalari bo'lmaydi, xudo xohlasa. Shuning uchun uyni asosi hisoblangan bu loyiha qildirishdan qochmanglar, xudo xohlasa aloqaga chiqsanglar chiroylab bitirib beramiz. Hop, uyimiz razmerini aytdik. Bu tarafi 13 ga 14,5. Mana bu tarafi uzunasiga o'sha boshdan oxirigacha 26 metr bo'lgan. Xo'sh, endi hamma ketgan xarajatlarga alohida to'xtaladigan bo'lsak, podushka, fundament hammasi o'ta baquvvat qilib qurilgan. Bu yerga yana qo'shimchasiga zasipkalar tashlangan. Hozir bularning hammasi qanchaga tushgan? To'xtalamiz. Birinchi o'rinda keling, mana podushkalardan boshlaymiz. Xo'sh, podvaldan tushuntirib o'tadigan bo'lsak, mana podushkamiz ham o'ta baquvvat qurilgan. Podushkamizni ham baquvvat quyishgan. Undan tashqari yana 3,5 pog'ona, mana ko'rib turibsizlar, 3,5 pog'ona fundament quyilgan. Hop, endi mana shu fundament qismini o'ziga 10 ming dollar pul ketgan ekan. Hozirgi kunda dollarning narxini aytadigan bo'lsak, 1,235 ming bo'lyapti, ya'ni 123,500 ming o'sha bir pachka aniq ketgan deyaptilar. Bugungi kundagi kurs bilan o'sha 123,500 ming mana shu fundamentni o'ziga ketyapti. Endi buning ichiga o'sha armatura bor, buning ichida tosh tashlanmagan, buning ichiga alohida e'tibor berasizlar. Tosh tashlanmagan, buni o'sha 100% rastvor bilan to'ldirilgan. Hop, mana ichkarilarni ham ko'rishlaring mumkin. Ichkarilarda ham o'sha baquvvat qilib materialdan ayamay, o'sha chiroyli tarzda, mustahkam, baquvvat tarzda quyilgan. Ana darvozaxonani ham hozir yengil ko'rsatishga harakat qilamiz. Bular polni bir-biriga bog'langan. Darvozaxonadagi mana o'sha podushkasi mana chekkadagi darvozaxonaning burchagidagi devor tagidagi mana fundamentlarga bog'lanib ketilgan ekan. Xo'sh, endi buni aytdik, 10 ming dollar ketgan fundamentni o'ziga. So'mda aytadigan bo'lsak, 123,500 ming so'm ketgan. Endi g'ishlariga keladigan bo'lsak, g'ishlari 48 ming dona g'ish ketgan. Mana shu hozir bitishigacha 48 ming dona ketgan. Bu o'sha siz bilan biz ko'nikkan, mana tepadagi mana kichkina standartli g'ishdan emas, hozirgi kunda chiqayotgan mana bu 10 lik g'ishlardan 48 ming dona ketgan. Buni donasini 1350 so'mdan olishgan ekan. Endi bu g'ishlarimizni urushda ham o'ziga yarasha tarixi bor. Buni ham aytadigan bo'lsak, buni urushdan oldin g'ishlarni suvga bo'ktirib qo'yib, keyin urushgan ekan. Bundan maqsad mana sho'rlari yuvilib ketishi kerak bo'lgan. Mana shuni hisobiga suvga bo'ktirib qo'yib, urilganda mana ko'ryapsizlar, ayrim joylardan sho'rlari chiqib qolgan. Endi tasavvur qilavering, o'sha sababini qilishmaganda, ya'ni o'sha suvga bo'ktirmay, boshqa qilishmaganda sho'r qanaqa bo'lardi? Mana tepadagi g'ishlarni qaranglar. Shunday oqarib yotibdi, hozir ko'rsataman. Mana ko'rinyaptimi? Mana shu yerda ko'rsataylik, hop mana. O'lni sho'rlab oqarib yotibdi. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun akamiz suvga bo'ktirib qo'yib, keyin buni urushgan ekan. Mana hali ham ichkarilarda hozir ko'rsatamiz. Yengil o'sha nam bo'lgan joylari ham bor. Hali ichkarida o'sha namligicha turgan joylari ham bor ya'ni. Hop, endi g'ish mana orasidagi tumbalari, boshqa hammasi bo'lib turib, bir usti haqqi, rastvori, g'isht kelib tushishi hammasi bo'lib turib 122 million so'm pul ketgan ekan mana shu yerda o'ziga. Bunga ham pashta bir pachka desa bo'laveradi. Hop, endi nimasi qolyapti? Mana plitalar va hozir plita, sesmopoyuz, kolonnalar, hammasi o'sha usta haqqilari hammasi ichida bo'lib turib 110 million so'm pul ketgan ekan. Mana shu plitalarning o'ziga. Uy aylan atrofi o'sha ko'rdilaring, plita bosilgan. Undan tashqari mana zar devorlariga keladigan bo'lsak, zar devoriga 5 million pul ketgan ekan. Bu o'shanda 2000 dona pishgan g'ishtdan ketgan ekan. Mana o'sha tepada ko'rib turibsizlar. 2000 dona g'isht ketgan. Usta haqqi hammasi bo'lib turib o'sha rastvori, usta haqqisi, materiallar bo'lib turib zar devorda o'ziga 5 million so'm pul ketgan ekan. Hop, endi qolgan qismiga o'tamiz. Oxirgi qismlardan devorni aytadigan bo'lsak, devoriga 80 million so'm pul ketgan ekan. Mana ko'ryapsizlar, devorda ham podushkalar bilan urushgan.
podushkalar quyilgan, undan keyin fundament qilishgan, undan keyin yana mana aylana atrofi shlaka blok bilan o'ralgan mana shunday tarzda. Mana shu yerda o'ziga usta haqqisi, materiallar hammasi ichida bo'lib turib 80 million pul ketgan ekan. Endi oxirgi nimasini aytadigan bo'lsak, uy buzishga 30 million pul ketgan ekan. Uyda o'sha eski uy bo'lgan, shuni buzib, taklab, tayyor holatga keltirib berishiga 30 million pul ketgan ekan. Endi zasipkani o'ziga 20 million so'm pul ketgan ekan. Qaranglar, bu hozir ko'chani ko'rsatamiz. Mana asfalt. Ana shu yer bilan tekislash maqsadida bu yerga 20 million so'mlik zasipka ketgan ekan. Hozir u yerda men yaqinlashtirganimda yaxshi ko'rinmadi. Hozir chiqib ko'rsataman. U asfalt bilan balandroq qilamiz deyishgan, lekin baribir baland qilishda yetkazish olmagan, tezda uyni qurib yuborishgan mana. Ana asfalt bilan teng ham bo'lgan ekan deyarli. Mana shu yerga 20 million so'mlik o'sha katta manlarda nima zasipkani olib kelib to'ktirishavergan. Jam bo'lib shunda umumiy hisobini aytadigan bo'lsak, bu yerga so'mda aytadigan bo'lsak, biz hozirgi kunda o'tirib, bugungi kundagi dollarning kursi bilan hisobladik. So'mda aytadigan bo'lsak, 508 million 500 ming so'm pul ketibdi. 508 million 500 ming. Dollarda aytadigan bo'lsak, 41.174 dollar ketibdi uyda mana shu holatiga kelguncha. Hali buni shifrlari bitgani yo'q. Mana shu holatigacha 41.174 dollar ketibdi. Usta haqqi, materiallar hammasi bo'lib turibdi. Endi bu asosiy qismi, qaranglar, hozir shunaqa holat bo'ldi. Uyda loyiha qildirishgan, o'sha arxitektorlar kelishgan, lekin men hayron qolganim, loyiha taqdim qilmagan ular, lekin o'sha o'zlari kelib, mana ustalar ishlayotgan joyida kelib o'zlari tushuntirib, boshqa qilib berib turishibdi. Unda ikkita tomonlama vaqt yo'qotiladi. Biz demoqchi bo'lganimiz, agar sizlarga loyiha kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa bizda hammasini o'sha kitob shaklida olib borib beramiz. Uyda o'sha fasad ko'rinishlari, o'sha konstruktivniy razmerlari hammasi bo'ladi. Kitob shaklida bo'ladi. Mana shularni sizga taqdim qilamiz. Tushunmagan joylaring bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, bemalol o'sha tushuntirib berishimiz mumkin. Agar xudo xolasa qo'limizdan kelsa, yaqinroq joylar bo'lsa, borishga ham harakat qilamiz. Borib o'sha tushunmagan joylarni tushuntirib berishga ham harakat qilamiz. Lekin biz mana shuncha payt loyiha qilib bergan bo'lsak, ustalar orada bir marta yoki ikki marta aloqaga chiqishgan, o'sha tushunmagan joylarini o'sha tushunib olish uchun. Omonlikka mana juda ko'p hollarda biz hayron qolamiz. Hatto o'zimiz telefon qilib, aka nima bo'lyapti degan joylarimiz bor. Endi bu videoni o'sha uy qurmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'ysalaring bo'laveradi. Mana endi bilasizlar, hozirgi kunda mana shunaqa bir ulkan jami necha xona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borgani qo'l bilan hisoblaganda 8 xonali uy, tagi ikkitasi podvalli bo'lgan. Mana shunaqa uy qurishga qancha pul ketishini bilasizlar, mana shunga qarab harakatlaningda qilaverasizlar. Kanalda mehmon bo'lsalaring, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa bu videodan ko'pchilik manfaatdor bo'ladi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda yana ko'rishamiz.